Mana pul ishlab chiqaradiganingizga stanok kerakmi do'stlar? Mana kuniga 8000 dona g'isht ishlab chiqarasiz. 1000 ta yo 1200 ta emas. Hozirgi paytda 300 so'mdan hisoblaydigan bo'lgan taqdiringizda ham bir kuniga 2 million 400 ga to'g'ri keladi. 2 oydan o'tadigan bo'lsa, o'sha 140 milliondan o'tib ketdi. Bitta jentera bor degani do'stlar, xudo xolasa. Mana shu g'isht apparatning orqasidan. Bitta jentera naqd. Ko'ryapsiz, bunda faqat reduktor kattaroq, motor kichikroq. Sababi mana bu mushtugini ham almashtirish mumkin bu yerda mana. Assalomu alaykum, biz tomosha qilib turgan YouTube tomoshabinlari. Har doimgidek sizlar bilan men Dilmurod Abdurahmonov va siz YouTube'dagi Dilmurod o'z kanalini tomosha qilyapsiz. Bahor keldi, shundan buyog'iga yozga ham o'tyapmiz, xudo xolasa. Issiq kunlar boshlandi. Qanday biznes qilaman deb o'ylanib yurganlarga, qanday biznes qilaman deganlarga do'stlar, mana g'isht apparati. Chunki o'sha issiq kunlar kelgandan keyin hammamiz qurilishga o'zimizni tashlaymiz, uni qurishimiz kerak, buni qurishimiz kerak, boshqa narsa qilishimiz kerak. Bizga nima kerak bo'ladi? Birinchi o'rinda baribir g'isht kerak bo'ladi. Turpoqni olib kelib, to'ktirib, bittasiga quydirib, vaqt sarflab unga qanchadir, bitta odam kuniga 1000 ta yaqin quyadimi, yo'qmi, uni ham bilmaymiz. Undan ko'ra biznes qilaman desangiz yoki ko'proq biznesga bu narsani yo'naltirsangiz, albatta uni foydasi ham anchagina kattagina olasiz. Ko'rib turganingizdek, bu bizning g'isht apparat stanogimiz, mishalkasi bor. Qo'shimchasiga bu yerda reskalar avtomat, qulaygina. Bitta ishchi kuchini o'zi egallagan holda bu yerda olib tashlash desak bo'ladi, chunki ishingiz anchagina osonlashtiriladi bu yerda. Kuniga o'rtacha hisobda 8000 ga yaqin g'isht chiqaradi bu. Motorlarimiz 30 kW, reduktor 400 lik. Kuniga 8000 dona g'isht ishlab chiqarasiz. 1000 ta yo 1200 ta emas. Donasini siz hozirgi paytda 300 so'mdan hisoblaydigan bo'lgan taqdiringizda ham bir kuniga 2 million 400 ga to'g'ri keladi. Bir oyga примерно 72 million. Endi umumiy rasxodlari bilan hamma narsasi bilan hisoblaydigan bo'lsangiz, o'sha 2 oydan o'tadigan bo'lsa, o'sha 140 milliondan o'tib ketdi. Bitta jentera bor degani do'stlar, xudo xolasa. Mana shu g'isht apparatning orqasidan. Bitta jentera naqd, xudo xolasa. Bu apparatimiz ko'rib turganingizdek hozirda Surxondaryoning Denov shahriga jo'nayapti. O'sha tayyor bitilgan holatini, ishlash jarayonlarini ham biz sizga video davomida ko'rsatib boramiz. Keyin yana bu yerda bir narsani aytib o'tishimiz kerak do'stlar. Agarda sizga g'ishtning razmeri sal kattaroq bo'ladi deydigan bo'lsa, mushtugini ham sizga bu yerda o'zgartirib berishadi. Xohlasangiz katta, siz aytgan razmerda hammasini yasab, как положено to'g'rilab berishadi. Hech qanday bu yerda muammo bo'lmaydi. Bu yoqqa yana ikkinchi apparatimiz ham bor bu yerda, faqatgina u mishalkasiz do'stlar. Mishalkasiz. Yana bir narsani aytaman, bunda osonrog'i shuki, to'g'ri, bunisida do'stlar lentasi bor edi, aytib o'tish esdan chiqib qolibdi hozir. Bunisida apparatimizda lentasi ham bor edi. Bunisida esa mishalkasi bilan lentasi yo'q. Loy prama mana shu yerga tashlanadi. To'g'ridan to'g'ri. Soniga keladigan bo'lsak, shtugiga почти bir xil chiqaradi bu ham. Kuniga 8000 dona. Faqat bunda motori sal 22 kW kichikroq xolos. Lekin bir xil vazifani bajaradi bu ham. 8000 dona g'isht chiqaradi. Qo'rqmay, ishlab topsangiz bo'ladi bunda ham. G'isht apparatlarimiz ikki xili bor bu yerda, tokka ishlaydigan va dizel motorga ishlaydigan ham bor do'stlar. Agar qiziqadigan bo'lsangiz, ekraningizga raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Zakazimiz примерно qancha tayyor bo'ladi? Bir hafta 10 kunda xudo xolasa. Bir hafta 10 kunda do'stlar tayyor bo'ladi. Hozir biz sizga dizelli motorini ham ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, mana sizga aytib o'tgan lentamiz hozir olib qo'yilgan, chunki apparatimiz jo'nayapti hozir Surxondaryoga. Lenta mana. Hop, bu tomonda mana bunday g'ishtlarimizni blokka o'xshagan, shlakka blokka o'xshaganlarini ham chiqarishadi. Faqat og'ir, to'g'risini aytish kerak. Buni mana deb ko'tarib qo'yish ham oson bo'lmaydi, lekin bu tomonida standart mana g'isht ko'rib turganingizdek, yomg'irda qolgan bo'lsa ham, lekin qattiq mahkam. Mana shu xom g'ishtlarimiz do'stlar, mana shu stanoklardan chiqqan. Bu tomonda esa mana ko'rib turganingizdek dizelli motor, sizga aytib o'tganimizdek. Buni qulaylik tomoni shundaki, agarda tok bormagan yerlarga olib boradigan bo'lsangiz, shuni yonilg'i sifatida borib ishlatsangiz bo'ladi. Hech qanday muammo bo'lmaydi. Bir kuniga o'rtacha hisobda bu
4000 yo 5000 atrofida chiqaradi. Bu faqat hozirda bu blokka moslashtirilgan bu stanogimiz. Blokka. Yonilg'isi kerak bo'ladigan bo'lsak, hop bir kuniga o'rtacha hisobda 10 litrdan oshiq yonilg'i sarflaysiz bunda. Tokka nisbatan, lekin bu sal arzonroq tushishi mumkindir, lekin buni ham qulaylik tomonlari bor albatta. Agar sizga mana shunday stanoklar kerak bo'ladigan bo'lsa, do'stlar, ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin, bemalol. Agar sizga videomiz yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosishni esdan chiqarmang. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'ling. Videoni bo'lmasa, do'stlar, boshladik. Mana pul ishlab chiqaradiganingizga stanok kerakmi, do'stlar? Mana kerak bo'lsa, g'ish apparat stanoklari. Yaqinda videoda boshida ko'rgan bo'lsangiz, albatta, yasalish jarayonini ko'rsatgandik. Mana o'sha apparatlarimiz bitta. Xo'p, hozirda mana g'ish apparatimiz bu mishalkali, mana ko'ryapsiz. Mishalka o'rnatilgan bunga. Bu motor nechilik dedingiz buni? 30 kilovatli. 30 kilovatli reduktor. 400 lik reduktor. 400 ligidan. Xo'p, kuniga qancha chiqaradi hozir bu? 8000 ta qish chiqaradi. 8000 ta qish chiqaradi, ya? Xo'p, 3 fazaga ishlaydi, 380 ga. 380 volt. 380 volt. Avtomat, ko'ryapsiz do'stlar, avtomat reskalisa ancha ishingiz osonlashtiradigan. Misol, bir har bittasiga surib, plorgiz bir marta bosasiz, o'zi kesib, srazu bu tomoniga chiqarib beradi. Hop, bir kunda demak o'rtacha 8000 toshni chiqaradi. Bu hozir qayerga ketyapti endi? Bu Surxondaryo Denovga. Surxondaryoning Denov shahriga mana bu xudo xolasa jo'nayapti do'stlar. Yasalish jarayoni videosini albatta ko'rganingizdek umiddaman, chunki boshida buni yasalish jarayonini sizga ko'rsatib o'tishga harakat qildik. Mana mishalkali, lentalarigacha bor bunda ham. Tayyor, olib borib o'rnatib ishlatsangiz bo'ldi. Bu tomondan xuddi yana boshqa variantidan tokli, faqatgina kichikrog'i, motor 22 lik, reduktor lekin kattaroq bunda. Sababi motorga kamroq kuch keladi. O'shani hisobiga reduktorni kattarog'ini qo'yishgan. Bu ham xuddi shu 8000 7000 oralig'ida chiqaradi, bir xil ish bajaradi. Prosta endi bunisida motor kattaroq, lenta va mishalkasi bor. Lekin unisi ishda anchagina sizga albatta osonlashtiradi do'stlar bunda. Endi hozirgi kunda bilasiz, yozgi sezon kelgan, hamma qurilish qiladi, boshqa qiladi. G'ish hammaga ham kerak. Hattoki g'izzavatga o'rnatadigan bo'lgan taqdiringizda ham bu narsa ancha sizga pul keltirishi mumkin. Albatta, bu pul makoni desak ham bo'ladi. Endi sizga hozir yana boshqa variantini ham sizga ko'rsatib o'tamiz bu yerda. Ular mana hozirda chiqarilgan bu g'ishlar, mana ko'rgan bu dizel motordan. Mana bu chiqarilgan g'ishlar mana ko'ryapsiz. Endi yomg'irda qolib ketgan, o'shaning hisobiga shunday ko'rinishda turibdi. G'ish ham og'ir. Sinmaydi uncha-munchaga. Misol oddiy qo'lda qo'yilgan g'ish bilan apparat g'ishning ham farqi bor deysiz, lekin bunda ham misol mana og'irligi normalniy, to'g'risi gap. Qurayotgan usta ham uncha og'ir deb g'ishlarni qo'yib beradi. Dizel motor, faqat bunisi endi do'stlar blokka bu moslashtirilgan. Lekin bu 8000-7000 oralig'ida chiqarmaydi. Shuni aytib o'tamiz sizga. Bu 3000-4000 oralig'ida, chunki razmeri katta bo'lganini hisobiga kam chiqaradi. Razmer kichik bo'lsa, u ham xuddi shu 5-6000 dan o'tib 8000 gacha xudo xolasa albatta ishini bajaradi bu ham. Qo'rqmasdan. Mana hozirda ikkita apparatimiz bu yerda ishga tushirishdi. Jarayonni ham biz sizga hozir ko'rsatib boramiz. Bittasi Samarqandga ketyapti, bittasi esa Surxondaryo. Buni Surxondaryo, nari esa Samarqandga. Ovoz ham yo'q unchalik. Quloqingizni og'ritib olmaydi bunda.
avtomat. Qiynalmaysiz bu yerda, mana ko'ryapsiz do'stlar. Paltarashka 8 ta chiqadi. Bunda ikkita aravachasi bonusga ham beriladi, bu yerga qo'shib beriladi. Hozir do'stlar, bulardan mana foydalanayotgan yerini ko'rsatadigan bo'lsak sizga, mana bunday turpoqdan foydalanishyapti. Oddiygina namlangan yoki oddiy turpoq. Bir kishi lentaga mana turpoqni solib tursa, bir kishi bu tomondan kesib turadi, ikki kishi esa u tomonga mana sekin tosh uradi. Jarayon unchalik qiyin emas, ko'pchilik bu yerda ishlashi ham hojat yo'q. 6, 7, 8 kishi misol qo'ysangiz ham bo'ladi. Albatta, stanokda ish ko'proq ishlataman desangiz, ko'proq pul topaman degan bo'lsangiz, albatta ish kuchini ham ko'paytirsangiz bo'ladi. Avvalambor sifatga ham e'tibor berish kerak bu yerda. Atak 4 kishi yoki 5 kishi normalniy bu mana shu g'isht apparatda ishlatsa bo'ladi. Ko'p emas. Kuniga 8000 ta g'isht chiqaradi do'stlar. 8000 dona. Ta mana shu paltarashka bo'ladi do'stlar. Zimg'alata arvan olib kelishaveradi. Tagiga albatta qum sepib qo'yganingiz yaxshi bunda ham, chunki yopishib qolmaydi, tushish osonroq bo'ladi. G'isht qolibdi ham bilsangiz, qumda elab turib keyin g'isht quyiladi do'stlar. Bayda pichoq chaqlab turamiz endi. Paltarashkada chiqqan g'ishtlar mana chiqarilgan g'ishtlar e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana bu endi probaga chiqarilgan do'stlar. Hozir bu birinchi marta, lekin tiniq turibdi, mana ko'ryapsiz do'stlar.
olib ishlatsa bo'ladi. Bir kuniga 8000 dona g'isht ishlab chiqaradi. Agarda kimga xuddi shunday stanoklar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekraningizda ko'rinib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling do'stlar. Bemalol murojaat qilib zakaz berishingiz mumkin. Bunisi hozirda Samarqandga, unisi esa Surxondaryo Denoga jo'namoqda. G'isht apparati so'raganlarga do'stlar turidan bor. Dizel motorga deysizmi, tokka deysizmi, har turidan. Hozirda bu mana yangicha uslublaridan ish jarayoni ketyapti. Bu yerda mana ko'rib turibsiz. Bu yerda hozir mana avtomat qilishyapti. Mana ko'ryapsiz. Avtomat. Restorani yangicha turidan. Bu ko'ryapsiz, bunda faqat reduktor kattaroq, motor kichikroq. Sababi tok hajmini ham kamroq edi tokda, ham motori kuch kamroq keladi bu yerda. Nargisi esa mana ko'ryapsiz, bu ham hozir tayyorlanish ishlari ketyapti. Buni sal boshqacharoq lekin. Bunaqa jarayon har doim misol sizga ko'rsatmaymiz. Asosan biz tayyor holdagilarni sizga ko'rsatib boramiz. Qiziqqanlarga agar sizga mana shunday g'isht apparatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bemalol aytgan turingizga, aytgan qolipingizni yasab berishadi va plyus tomoni bu yerda agar siz qolipini boshqacharoq yasayman deydigan bo'lsangiz, boshqa turda kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bu mushtukni ham almashtirish mumkin bu yerda mana. Bo'shatib, kattarog'ini qo'yib, o'zingizga ma'qul bo'lgan variantdan albatta foydalanishingiz mumkin do'stlar.